Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 29-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda h harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. E'tibor bersangiz, bu h harfi undan oldingi darsimizda o'tgan x harfi bilan bir xil yoziladi mana. E'tibor berishingiz mumkin. O'tgan safar o'tgan harfimiz bilan bir xil yoziladi. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqatgina bittagina farqi bor. E'tibor berishingiz kerak. Bundan oldin o'tgan x harfimizda ustida nuqtasi bor. Mana qarang, bugun o'tadigan h harfimizda ustida, ostida hech qanaqa nuqtasi yo'q. Qarang, endi umumiy takrorlash qilamiz. Ostida yoki ustida hech qanaqa nuqtasi yo'q bo'lsa, bugun o'tadigan harfimiz h harfi bo'lar ekan. Agar ustiga bitta nuqta qo'ysak, x harfi bo'ladi. Endi qarang, bundan oldingi o'tgan darsimizga qarasak, mana 27-darsimizga qaraydigan bo'lsak esa, tagiga nuqta qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Jim harfi bo'ladi. Qarang, bitta holatda yoziladi, lekin 3 ta harf bo'ladi. Hech nima yozilmasa h harfi, ostiga nuqta qo'yilsa jim harfi, tepasiga nuqta qo'yadigan bo'lsa x harfi bo'lar ekan. Demak, yozilish menimcha sizga tushunarli bo'ldi. Endi buni talaffuziga juda ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu harf o'zbek tilida yo'q. Masalan, biz yozib qo'ydik o'tgan safar bu masalan jim harfi bo'lsa o'zbek tilidagi j ga to'g'ri keladi deb yozdik. Lekin bu h harfi o'zbek tilida yo'q. Lekin yumshoq h ga bizdagi yumshoq h harfi bor, shunga nisbatan yaqin desak bo'ladi aytilish jihatidan, lekin bu harf umuman o'zbek tilida to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun h ga nisbatan shunaqa qildimda, endi to'lqin qo'yib qo'ydim, chunki h ga birga bir to'g'ri kelmaydi. Xo'p, bu harf qanday aytiladi? Qarang. Tasavvur qiling, bitta odam ko'chada ko'p yugurdida, charchadi. Masalan, sport musobaqasiga qatnashdi, nimadir qildida, ko'p yugurib charchadi. O'sha charchagan paytda u hansirab qoladi, to'g'rimi? Ya'ni bunday ovoz chiqaradi. degan ovoz chiqaradi, to'g'rimi? Charchab qolgan payt. Bu harf ham xuddi shu ovoz bilan birga chiqariladi. Ya'niki, qarang. Ha deb yozilgan bo'lsa, buni ha, xuddi shu ovozni chiqarish mashq qilish kerak ko'proq. Mana charchab qolgan odam qanaqa ovoz chiqaradi? degan ovoz chiqaradi, to'g'rimi? Mana shu ovozni chiqara olsangiz bo'ldi, bu harfni ayta olasiz. Demak, shu ovoz bilan birgalikda aytiladi. Bu qarang. Ha, hi, hu. Ko'rdingizmi mana? Ha, hi, hu. Yana buni chiqaraman, qattiq qilib yubormang. Ya'niki bu ha, hi, hu bu qattiq emas. Bu o'sha bug'u h deb ataladi. Biz o'zbek tilida bug'u h deyiladi. Demak, chiqarish mahraji bitta odam yugurib, ko'p yugurdi hamda charchab qoldi, shunaqa mahraj orqali chiqariladi. Mana charchab qolgan odam deydi-ku, to'g'rimi? Shuni ovoz chiqaradi. Bu shuni mashq qilsangiz, shuni sun'iy ravishda chiqarib olsangiz bo'ldi, bu harfni ayta olasiz. Lekin sal ko'proq mashq qilishingizga to'g'ri keladi. Ayrimlarda birdaniga ayta oladi bu harfni, ayrimlar esa sal ko'proq mashq qilish oqibatida o'rganib ketishadi. Qiyin emas lekin. Xo'p, buni qanday aytsa bo'ladi? Masalan, qattiq aytayotganda h desangiz, bunday labning ikkita chekkasi bunday orqaga tortiladi. Bu ham shunday aytamiz. Labni sal orqaga tortib degan tovush chiqara olsangiz bo'ldi. Ha, hi, hu, haba, hali. Ko'rdingizmi? degan tovush bor ichida. Shunga sal e'tibor berishingiz kerak. Bu juda oson, faqatgina shu tovushni chiqara olsangiz bo'ldi. Xo'p, endi qarang, bir takrorlab o'tsak. Bu ham h ga o'xshab ketar ekansiz, to'g'rimi? Lekin bug'u egana. Qarang, biz 19-darsda ham h harfini o'tdik. Lekin u h harfi halqumning tubidan chiqardi. 28-darsda ustiga nuqta qo'ydikda u x harfi dedik. U x harfi bizga qattiq h ga to'g'ri keladi dedik. X, xoba, qattiq h. Bugun o'tadiganimiz esa h harfi bug'u h ekan. E'tibor bersangiz, arab tilida biz nechta h o'tdik? Ya'ni h harfi 3 ta h o'tdik. Arab tilida 3 ta h bor ekan. Mana qarang, 3 tasini o'tdik biz. Xo'p, shu harfni ko'proq mashq qilasiz. O'xshamay qolsa xafa bo'lmang, chunki ko'proq mashq qilsangiz baribir natijasi seziladi. Shu mashq tovushni nima qilarkansiz? Mashq qilasiz mana. degan mashqni yugurib kelib tasavvur qiling, charchadi bir odam. degan tovush chiqaryapti. Shunga sal h-ni qo'shib yuborsangiz, shu tovush bo'ladi mana. Haba, hali. Sal sirg'alib chiqyapti, qarang. Shu tovushni e'tibor berishingiz kerak. Bu tovush eng ko'p bizda bismillahni aytayotganda mana shu h dan foydalanamiz. Yana buni darslarimiz davomida sekin-sekin ko'rib boramiz. Xo'p, endi keling, kitobdagi ayrim misollarni o'qib ko'raylik. Kitobdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qib ko'ramiz, qarang. Bug'uq, h, a, y. Shunda hay deb o'qimayman. Buni qarang, bug'uqroq chiqsin mana. Shu tovushni mashq qiling. Hay, 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 hil, hil, hil. Haji, haji,
haji i'ga mol tebratamiz, chunki j harfi yumaloq bo'lsa i'ga mol tebratiladi. Endi bo'lsa hasani sal qarang, bo'g'roq holatda chiqadi. Shuning uchun bu ism bo'g'iq hda. Endi bunisi h a s a b, b ni yumaloq bor, i'ga mol tebratamiz. Shunda hasaba. Endi bunisini bo'g'iq h a s a f. Shunda hasaf. Endi bunisini qarang, bunga e'tibor beramiz. Yana noodatiy holatda kelyapti. Buni sal yaqinlashtirib olamiz. Qarang. Shu ikkalasi noodatiy holatda ekan, shuni yaqinlashtirib o'rganamiz. E'tibor beramiz. Qarang, tepa qismini olib tashlayman. Mana olib tashlasam, mana pastki qismi bugun o'tgan nimamiz? Bo'g'iq himiz. Qayerdan bildik? Chunki ostida ham, ustida ham nuqtasi yo'q. Shuning uchun bo'g'iq h bo'ladi. Shunda endi bu hligini bilib bo'ldik. Hligini bilib bo'ldik. Endi buni ustidagisi m harfi mana. M, chunki noodatiy holatda kelishi. Buni juda ko'p ko'rdik, menimcha o'rganib oldingiz. Shunda m u h s i n. Shunda muhsin. Shunaqa sezdirib o'qib mashq qiling, shunda tez o'rganasiz. Endi bunisi m a, yana shu. Mana qarang, noodatiy holatdagi m, bu yog'i h mana. Mana o'zi bu yo'g'ini olib tashsangiz, mana m ga o'xshab turibdi tepasi. Tepa qismini olib tashsangiz, pasi bo'g'iq h harfi. Shunda mahshar. Shunaqa bildirib o'qing. Pastdagi misollarni o'qiyapmiz. Birinchisi min bo'g'iq h ara. Shunda min hara. Endi yana shu holat mana, yana noodatiy holatda bu yog'i h bo'g'iq, bu esa m harfi. Shunda m a bo'g'iq h f ali. Shunda mahfali. Mashina mashqin ko'proq. degan majdosh chiqaring. Eslang, shu bitta odam yugurib keldi, charchadi, shunda degan ovoz chiqaradi-yu, mana mashinaga o'xshab ketadi. Shunda biz davom etamiz. Endi bunisi ahsana. Endi bunisi imtihana. Yana qarang, bunisi biz buni o'rgandik. Mana ruschasiga o'xshagan s, ham taglikda nuqtasi bo'lgani uchun bu y ga aylanib qoladi. Shunda y, a, mana bu yog'i m edi. Biz buni m ni noodatiy holatda adashmasam 16-darsda o'tganmiz. Shunda y, a, m, yam, t, a, h, i, n, u. Shunda yamtahinu. Endi bunisi ihtamala. Endi bunisi mana. Yana bu ahvol mana. Bunisi bo'g'i h, tepa qismi mana taglikda nuqtasi borligidan y harfi ekanligini bilib olamiz. Shunda y, a, bo'g'i h, t, a, m, i, l, u. Bu yoq emas. Shunda yahtamilu. Shu tovushda mashq qilasiz. Endi pastdagilarni o'qiymiz, qarang. Istahsana. Yastahsinu. Endi bunisi. Qarang, bunda noodatiy holatdagisi bor ekan. Bu i, bu h, bu qiyin emas, r, o. Endi manaqa to'xtaydigan bo'lsak, tepa qismini har doim olib tashlaysiz. Shunda bu pastda nuqtasi bo'lsa nima bo'lardi? Jim harfi, j harfi bo'lardi. Demak, tepa qismida tepasi nuqtasi bor ekan, nun harfi. Mana, tepasi nuqtasi bormi? Mana shunaqa noodatiy holatda n deb o'qiyverasiz. Mana bu yumaloq bor-ku, n ga tegishli, tushunarli-a? Mana bu cho'pcha esa, mana bo'g'i h ga tegishli, chunki h nusi turibdi-da mana. Bu yumaloq esa n nusi turgani uchun n ga tegishli bo'ladi. Shunda ihrona. Ko'rsam, n ga to'xtayapman. Ihron jama. Yana shu, bu nuqtasi yo'q bo'lgani uchun bu h, bu esa tepa qismi y harfini beradi. Shunda yahron, mana n ga kelib to'xtaymiz. Bu yog'i j yana jimu. Shunda yahron jimu. Shu holatda o'qiyverasiz. Endi pastdagi so'zlar solishtiryapti. Qarang, e'tibor bering. Mana tepasi nuqtasi bo'lsa nima dedik? Xo harfi bo'ladi degan. Qarang. Xoliqu, xni qattiq xni bildirib o'qiymiz. Xoliqu, bunisi esa halaqu. E'tibor berasiz. Nuqtasi bo'lsa qarang, xo bo'lib qolyapti. Nuqtasi yo'q bo'lsa h bo'lyapti. Yana shu
xotimu, hatimu. Qarang, yana bu xni ustiga o qiladi. Bunda a qiladi. Bu chunki o qiladi bunda. O'tdik buni. Xotimu, hatimu. Hamda oxirgi so'zimiz bizda e'tibor beramiz. Arxom. Arxom. Ha bunisi esa arham. Ham. Shu mana shu tovushni ko'proq chiqaring. Ha, hi, hu, hab. deb ko'p aytaversa o'xshab ketadi. Boshini ko'pchilikda o'xshamasligi mumkin. Xafa bo'lishadi, men ayta olmayapman deb, lekin aytaverasiz. Masalan, Qur'on o'qiyotganda ham masalan kimdir o'qiy olmaydigan bo'lsa, masalan oddiy inson shuni o'qisa, o'sha harfni o'qiganiga savob oladi. Lekin bir inson qiynalib o'qisa, ham qiynalganiga, ham o'qiganiga savob oladi. Shuning uchun shu o'qiyotganingizda qiynalsangiz ham shunga qarang savob berar ekan. Alloh tomonidan savob yozilar ekan. Shuning uchun qiynalib bo'lsa ham shuni ko'proq mashq qilaverasiz. Ko'proq mashq qilib, xudo xolasa o'rganib ketasiz. Xo'p, endi uyga vazifa har doimgidek 29-darsni ko'chirib olasiz. Keyin esa quyidagi so'zlarni hammasini bir boshdan boshlab yozib chiqasiz. Bu safar yozishni ko'rsatmadim, chunki o'tgan safar yozgan harfimiz bilan bir xil yoziladi. O'sha bilan bir xil qilib yozaverasiz. Keyin yozganlaringizni bizga jo'natsangiz, biz har doimgidek tekshirib beramiz.